Mullakudin qishlog'ida joylashgan Hoji Ahmad Yassaviy avlodlari to'g'risida eshitganmisiz? Qishloq tumanning qadimiy aholi maskanlaridan hisoblanadi. Mullakudin qishlog'ining nomi 18-asr oxiridagi yozma manbalarda uchraydi. Qishloqning bu nom bilan atalish sababi o'zbek xalqining eng ko'hna hunarmandchilik sohalaridan biri bo'lgan kudingarlik hunari bilan bog'liqdir. Bu yerda Naqshbandiy tariqatining ko'zga ko'ringan piri, murshidlardan biri Hoji Ahmad Yassaviyning inilari Sadir xo'ja avlodlaridan biri bo'lgan Ne'matulloh xo'ja yashaganlar va shu qishloq yonida Qozoqqo'rg'on degan joyga dafn etilganlar. Bu kishining yonlariga keyinchalik 3 ta o'g'illari ham dafn etilgan. Milliy uyg'onish davrining faol ijodkorlaridan biri, serqirra iste'dod sohibi Is'hoqxon Ibrat To'raqo'rg'oniy ana shu avlodning so'nggi vakillaridandir. Hozirda qabriston bo'lib turgan joy o'sha paytlarda Qozoqqo'rg'on deyilgan. Bu ko'hna qabristonda past-takkina qilib qurilgan kichkina gumbazli bir maqbara bor. Bu maqbaraning yonginasida atrofi panjara bilan to'silgan bir nechta qabr mavjud. Undagi qabr toshida esa arabcha so'zlar qo'yilgan. Bu qabr yaxshi xislatlar va odatlar hamda karomatlar egasi yetuk va komil shayx Ne'matulloh xo'ja Eshoniy Turkistoniynikidir. Xilvat mozorda 5 asrlik o'ta kichik nusxada ishlangan noyob Qur'oni Karim va tilla suvi yuritilgan qadimiy Usmon mushafi saqlanmoqda. Shuningdek, Qo'qon xonligining 17 qozi kaloni muhr bosgan shajara ham aynan shu yerda. Yuqoridagi yozuvlardan kelib chiqib shuni ta'kidlash lozimki, turkiy xalqlarning shayxul mashoyixi Ahmad Yassaviy avlodlaridan bo'lgan Ne'matulloh xo'ja Eshoniy Turkistondan Namangan zaminiga 18-asrning ikkinchi yarmida kelib o'rnashgan. Shuningdek, mazkur qabrlarda yotgan mo'tabar zotlar Is'hoqxon Ibrat To'raqo'rg'oniyning 2 bobosi va tug'ishgan inisi ekanligi ma'lum bo'ldi. Xullas, Mullakudin qishlog'i ulug' zotlar yashagan tabarruk go'shalardan biri sanaladi. Yanada qiziqarli ma'lumotlar olish uchun ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimizga obuna bo'lishni unutmang.